Assalomu alaykum, Terak savdo kanalimiz a'zolari. Mana bugun teraklarimiz narxlari bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni. Boshlayvering. 1,5 da o'rtachasi sredna deyiladi. Mana shu 160 ming so'm. Keling, o'tib beryapmiz. 5 metrligimiz bor. Bu ham shu vaqtda bu ham o'tib beramiz. 1,5 da iriga bor keyin. Bu 200 ming so'm o'tib beryapmiz buni ham. 180 ming, 190 ming holatga qarab berilyapti. Dastlabki xizmatlari ham bor-a? Dastlabki xizmatlari ham bor. 3 million oshgan odamga dastlabki haqi beryapmiz tuman bo'yicha. Keyin 5 metrligimiz bor. Hozir hada o'yib qoldi 5 metrlik. Mana shu ham 190 ming, 180 ming atrofida sotilyapti. 4 metrligimiz bor. Shu Buxonida. Bularimiz 180 ming so'm. Kelishtirib 160 gacha beryapmiz. Holatiga qarab qo'ying. Keyin 4,5 mingda maydasi bor. Ayvon to'sin deyiladi. Bularimiz 130 ming, 120 ming holatiga qarab sotilyapti. Hop, 4 metrligimizda o'rtachasi bor. 120 ming. Bular narx berilyapti. Yonida laganligimiz bor. 70 ming. Kelishtirib beriladi u ham. Strapillarimizchi? Strapillarimiz 80 ming so'm o'tib berilyapti. 5 metrlik strapillarimiz bor. 70 ming. Buni ham o'tib beramiz. Bularni endi taylayshaklar? Ha, bular endi keldi. Qashay bor. Silkina bor, sto'ka borlar keldi. Vassalarimiz ham bor-a? Vassalarimiz ham bor. Manzilda aytib o'rsangiz odamlarga. Xo'p. Bag'a G'afqonga ketish, bag'a Yepandan kelish. Islom qishlog'i. Jinoyatimiz ham tugaydi mana. Tugaydi. Islom boshlanadi. Bag'a Mana. boshlanadi. Yana pastga qo'yib qo'yamiz. Vassalarimizni ko'rsatib o'rsangiz. Xo'p. Vassalarimiz bor. 16 ming so'm. Xo'p, buni 15 mingga beryapmiz. Ko'proq olgan, ob'yom olganga 14 mingga beraveramiz. Bular 19 ming. Bularni ob'yomga qarab bu yerdan tushib beramiz. Qolganicha nimalar? Qamishimiz bor, 20 ming so'm. Qamishimiz bor, 20 ming so'm. 4 kvadratlik. 2 buni ham o'tib beramiz. Yolgan holati ham bor ana. Buni yaqindan ko'rsatib qo'yaylik buni. Bitta bog'ida 4 kvadratdan bo'ladi. Mana shu holatda. Qurilishda hamma materiallari bor ekanda, xullas. Xudo xolasa qilib beramiz. Kanalimizdan kelgan a'zolarga, ko'rib kelganlarga Bonus qilib beramiz. bo'ldi. Chiroyli narxlarda. Ha, chiroyli narxlarda. Allo.